Atrofingizga qarang. Hammani sevgan yigiti, sevgan qizi bor. Hamma mazza qilib yuribdi. Sizni ulardan nima kam joyingiz bor? Axir chiroyingiz kammi? Pulingiz kammi? Nimaga sizni yoqtirishmayapti? Darhol o'zingizga mana shunday o'ynash topishingiz kerak. To'xtang. Avval vaziyatni tushunib olaylik. Hozirgi paytda jamiyatning shunday qatlamlari borki, u yerda harom amallar obro'ga aylantirib qo'yilgan. Uyingizdan tashqariga chiqarkansiz, siz yashayotgan jamiyatda ham yoki o'quvchi, ishchi bo'lib boshqa davlatga borsangiz, u yerda ham ko'p guvoh bo'lasiz. Ulardan bittasi mana shu, o'ynash orttirishlik. Ha, to'g'ri eshitdingiz, o'ynash. Hozir mana shu o'ynash so'zini rangli qog'ozlarga o'rab, inglizlar boyfriend, girlfriend, koreyslar namtsin, yotsin, o'zbeklar esa sevgan yigit, sevgan qiz deb ataydigan bo'lishdi. Lekin Alloh taolo ularni qanday atarkin? Alloh taolo Niso surasi 25-oyatda erkaklarga xitob qilib aytadiki, ularni o'z nikohingizga ahllarini izni bilan olinglar va mahrlarini yaxshilik ila beringlar. Va mana shu oyatning davomida o'sha ayollar haqida Alloh quyidagicha ta'riflaydi. Muhsonat, ular pokiza, g'oyra musaffihat, zinokor bo'lmagan, vala muttaxizati ahdan, o'zlariga yashirin o'ynash tutmagan. Mana bu yerdagi ahdan kalimasini Ibn Abbos radhiyallohu anhu va ko'plab ulamolar oshiq, sevgani deyshadi. Hasan al-Basri rahimahulloh esa aynan sevgan yigiti deb ataydi. Tushunyapsizmi? Demak, sevgan yigiti oshig'i bo'lishlik bu zinokorlik, nopoklik belgilaridan bittasi ekan. Demak, siz hozirgi paytda sevgan yigitingiz bo'lsin, sevgan qizingiz bo'lsin, u bilan qo'l ushlashasizmi, ushlashmaysizmi, ko'rishasizmi, ko'rishmaysizmi? U bilan aloqa qilib yuribsizmi? Demak, siz mana shularning safiga tushib qolish ehtimolingіз bor. Bunday yurganlarga esa nafaqat havas bilan qarash mumkin emas, balki ularni shu ishlarni Alloh uchun yomon ko'rish kerak. Hurmatli birodar va opa-singillar, atrofingizdagi bunday harom munosabatlardan ta'sirlanib qolmang va Alloh uchun taqvo qiling. Agar siz Alloh uchun o'zingizni saqlasangiz, Alloh sizga shunday birini uchratadiki, u sizni dunyo va oxiratingizda yaxshilik bo'ladi. Va unutmang, kimdir qimor bilan boyib ketayotgan bo'lishi mumkin, kimdir sigaret chekish, bar, kafelarda yurishlikni obro'ga aylantirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yana kimdirlar mana shunday o'ynashlar bilan vaqt o'tkazish ular uchun obro' bo'lishi mumkin. Lekin siz birodar yoki opa-singillar, hech narsangiz bo'lmasin. Faqat Allohga taqvo qiling, siz ulardan ustunsiz. Alloh taolo aytadi: "Sizlar ustunsizlar agar mo'min bo'lsalaringiz."